Bugungi hal yastaviyan deb nomlanadigan darsimizni mavzusi ixlos va riyo. Birodarlar, bu shunday bir mavzuki, axloq ham bir chekada qolib ketadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ham bir chekada qolib ketadi. Namoz ham bir chekada qolib ketadi. Ro'za ham bir chekada qolib ketadi. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, ikki kishi yonma-yon turib namoz o'qiydi. Bir xil namoz. Ikki kishi bir xil Ramazon ro'zasini tutadi. Bir xil haj qiladi. Bir xil Qur'on o'qiydi. Bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularning biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarning maqtov uchun. Astagfirullah. Fawaylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan, namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalar. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qisa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Riyo, ixlos. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahu-d-din" deb marhamat qildi. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilishga buyurilgan edilar. Din xolis Alloh uchun bo'lishligi kerak. Qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday ma'siyat, gunoh amali bo'lsin, birini qilishdan, birini qilmaslikdan maqsad Allohning roziligi. Agar Allohning roziligini yonboshiga odamlarni, xalqni, mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa, bu amal, birodarlar, ixlos bo'lmaydi. Mo'min odam qilish kerak bo'lgan amallarning eng og'iri bu ixlos. Ixlos. Muxlis banda, xolis ish qiladigan banda. Qalbi Allohga aylangan bo'ladi. Riyokor odamlarning qalblari esa odamlarning maqtoviga, odamlarning so'ziga bog'langan bo'ladi. Muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaveradi. Ammo riyokor odam odamlarning so'ziga, odamlarning unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi. Maqtasa qiladi, maqtashmasa qilmay qo'yadi. U savob Alloh uchun qilinishligi kerak edi, bandalar uchun emas. Bandalar uchun qiladigan bo'lsang, qilmay qo'yganing ma'qul edi. Astagfirullah. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqonlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi, bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi.